Assalomu alaykum. Mani ismim Yulduz va men oliy ma'lumotli uy bekasiman. Bugun sizlar bilan ikki mashhur ruhiy texnika haqida gaplashamiz. To'g'risini aytsam, ozgina hayajonim bor, chunki bu masalada ayollarimiz ikkita frontga ajrab olishgan. O'ylaymanki, mani toshbo'ron qilib yubormaysizlar. Birinchi texnikamiz bu shukronalik daftari haqida, ikkinchisi Allohga oson deb ataluvchi, so'nggi yillarda ko'pchilik e'tiborini tortayotgan uslublardan biri. Ikkalasi ham sehrli texnika sifatida ta'riflanadi, lekin bu usullar qayerdan kelgan, eng muhimi qadriyatlarimizga qanchalik muvofiq keladi, mana shular haqida tadqiqotcham bilan bo'lishmoqchiman. Bundan bir necha yil oldin psixologiyadagi ba'zi noto'g'ri fikrlarni Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblariga hamda bir nechta ishonchli manbalarga tayangan holatda tahlil qilgandim. Agar bu risolani bepul qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib, uni olishingiz mumkin. Videomiz 3 ta reja asosida davom etadi. Birinchisi shukronalik daftarini yuritish haqidagi tadqiqotlar, uning kelib chiqish tarixi, psixoterapiyada qachon ishlatiladi va shukronalik daftaridagi, ya'ni yuritish bo'yicha qonun qoidalar qayerdan kelib chiqqan. Ikkinchisi esa islomda shukurning ta'rifi, shukronalik daftarini yuritish haqiqatda mo'minning yo'qotgan narsasimi? Mana shu haqidagi savollarimizga javob topamiz. Va uchinchisi esa Allohga oson texnikasini kelib chiqish ildizi bilan bo'lishaman. Qani ketdik. Shukrona kundaligi amaliyoti ustida o'tkazilgan tadqiqotlar juda ham ko'p. Eng birinchi tadqiqotlar 2000-yillarga borib taqaladi. Psixologlar Robert Emmons va Michelle McCulloughlar tomonidan o'tkazilgan Counting Blessings and Burdens nomli tadqiqotda ishtirokchilarga haftalik ravishda minnatdorchilik his qilgan narsalarni yozib borish tavsiya etiladi. Natijada bu ishtirokchilar optimizm, jismoniy sog'liqlik va ijtimoiy aloqalarda ijobiy o'zgarishlarni olib keladi. 2008-yili Frost, Seyfried va Emmonslar maktab o'quvchilari o'rtasida shukronalik tadqiqotini o'tkazishadi va kuniga bittadan 5 tagacha bo'lgan shukrona hissini his qildirgan narsalarni yozishlikni aytishadi va mana shu amaliyotni bajargan maktab o'quvchilarini ruhiy holatida ijobiy o'zgarish yuz berganligini ular tadqiqot natijasi sifatida kiritishadi. 2023-yil o'tkazilgan Braziliyada 64 ta randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar meta tahliliga ko'ra shukronalik amaliyoti ruhiy salomatlikni yaxshilaydi, xavotir va depressiya simptomlarini kamaytiradi. Va bunaqa tadqiqotlar juda ham ko'p. 2015-yilda neyrobiologik tadqiqot ham o'tkazilgan, 2021-yilda Xitoyda, 2022-yilda Yaponiyada bu kabi tadqiqotlar juda ham ko'p o'tkazilgan va aksar tadqiqotlarni xulosasi, ya'ni ijobiy shukronalik kundaligini yuritgan insonlarda depressiya, stress, xavotirni kamayishi kabi ruhiy holatlarda ijobiy o'zgarishlar ro'y berganligini ham ular o'sha tadqiqotni asosiy xulosalari sifatida kiritishgan. Tadqiqotlarning hammasini sanab o'tmayman, sababi zerikib qolishlari mumkin. Natija nima? Ya'ni shukronalik kundaligini yuritishlik bu inson salomatligida ijobiy foydalarni, ruhiy holatida o'zgarishlarni keltirganligini tadqiqotlar isbotlab beribdi. Endi bu natijani biz oldik. Endi shukronalik kundaligini yuritishda o'ziga yarasha qonun qoidalari bor deyishadi. Psixologlar bu texnikani o'rgatishayotganda. Ulardan bittasi bu negativ so'z yozmaslik. Misol uchun, kasal bo'lmaganligim uchun shukr emas, balki sog'lomligim uchun shukr deb yozinglar, chunki miya negativni qabul qilmaydi, xuddi kasal bo'lganim uchun deb qabul qiladi degan fikr mulohazani berishadi. Ya'ni texnikani bir qoidalaridan biri. Ya'ni emas, yo'q, ma kabi inkor so'zlarni ishlatmaslik, balki uni farqini, ijobiy farqini ishlatish kerak degan fikrni berishadi. Endi savol tug'iladi. Bu miya inkorni qabul qilmaydi degan fikr qanchalik asosli? Buni ildizi pozitiv psixologiyaga borib taqaladi. Pozitiv psixologiyaning asosi esa pozitivizm falsafasiga borib taqaladi. Ya'ni pozitiv psixologiyada inson miyasini o'sha negativ fikrlarni aytmasligi, gapirmasligi kerak, balki uni ijobiy, ya'ni insonni ijobiy fikrlashligini rag'batlantirish uchun ijobiy fikrlarga
ko'proq urg'u beriladi va sababi o'sha miyamiz bizni ijobiy fikrlarni yaxshiroq qabul qiladi, negativni qabul qilmaydi degan g'oya va mana shu narsa bizni shukronalik texnikalarimizga, mana u psixologlarimiz o'rgatadigan shukronalik texnikalariga ko'chgan. Bizni psixologlarimiz emas, balki aslida buni g'arb psixologlari olib kirgan va bu narsani to'g'ridan to'g'ri bizni psixologlarimiz ham ko'chirib bu texnikani berishadi. Lekin bu fikr, ya'ni inson miyasi negativni qabul qilmaydi, shukrona yozayotganda negativ yozmaslik kerak degan fikr qanchalik asosli. Inson miyasi yo'q, emas, bo'lmasin kabi so'zlarni qabul qiladi, chunki biz har kuni bu shaklda gaplashamiz. Hatto bolalar 2-3 yoshdan inkorni tushunadi. Psychological science, cognitive neuroscience tadqiqotlari miyaning semantik tahlil zonalarida inkor gapni ham, ijobiy gapni ham qayta ishlay olish qobiliyati borligini tadqiqotlar isbotlab bergan. Demak, shukronalik kundaligini yuritayotgan opa-singillarimizga deylik, negativ yozmasligim kerak degan fikri bo'ladigan bo'lsa, demak bu narsa noto'g'ri. Bu narsa ilmiy asosga suyangan g'oya emas ekan. Demak, buni g'arb lekin shukronalik texnikalarini tarkibida beradi. Shukronalik daftarini yuritishda yana bitta qoida bor. Ya'ni sizni atrofingizda o'rab turgan u xoh narsa bo'ladimi, xoh inson bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma narsaga minnatdorchilik bildirish. YouTube'da ommalashgan videolardan birini ko'rdim. Bir psixologimiz o'rgatyaptilar. Minnatdorchilik faqat narsalarga bo'ladi, deyaptilar. Shukr faqat Allohga bo'ladi, deyaptilar. Farqini tushunib olinglar deb o'rgatyaptilar. Lekin islomiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, minnatdorchilik, shukr, hamd u qanaqa ko'rinishda bo'lmasin, u hammasi Allohga bo'lishligi kerak. Ya'ni ne'matga emas, balki ne'mat berguvchiga bo'ladi. Ya'ni g'arbda texnikasini bizni mintaqamizdagi psixologlarimiz to'g'ridan to'g'ri ko'chirib turib, bizni musulmon, asosiy qatlamimiz musulmon bo'lgan ayollarimizga bu narsani yetkazib berishyapti. Ya'ni hech qanaqa filtrlarsiz. Demak, bu narsa ham noto'g'ri ekan. Islomiy psixologiyani asoschilaridan hisoblangan Malik Badri, ya'ni 1970-1980-1980-yillarda o'zlarining dilemma asarlarida islomiy psixologiyani manifestini e'lon qildilar va qaysidir ma'noda zamonaviy islomiy psixologiyani asoschilaridan hisoblanadilar. Ular 2021-yil vafot etganlar. Malik Badri 2021-yil vafot etyaptilar va bu tadqiqotlar, ya'ni shukronalik daftarini yuritish bo'yicha tadqiqotlar ularni tiriklik vaqtida bo'lyapti. Lekin Malik Badri bu haqida, ya'ni shukronalik daftari yuritish haqida gapirmaganlar. Lekin o'zlarining Contemplation Islamic Psychospiritual o'zlarini o'sha Contemplation Islamic Psychospiritual Study asarlarida zikr, tafakkur, ta'ammul amaliyotlarini ruhiy salomatlikni mustahkamlovchi vositalar sifatida islomiy psixologik nuqtai nazardan tushuntirib berganlar. Misol tariqasida aytaman, Yaqin instituti 2017-yili meditatsiya bo'yicha ham maqola yozgan. Ya'ni bu maqolada, ya'ni musulmonlar meditatsiya qilishga ehtiyoj sezadimi degan savol, ya'ni bu savol atrofida shu xulosa beriladiki, ya'ni musulmonlar meditatsiya qilishga ehtiyoji yo'q, chunki uni alternativi, ya'ni undan ko'ra kuchliroq ruhiyatga yaxshiroq ta'sir qiladigan alternativlarimiz bor. Bu bizni zikrlarimiz, tafakkur mashqlarimiz, ta'ammul mashqlarimiz bizni ruhiyatimizni sog'lom qilishga yordam beradi deb xullas shu xulosani bergan. Xuddi shunaqa Muslimat.uz saytida shukronalik daftarini tutish bo'yicha maqolaga qaraydigan bo'lsak, bu maqolada ham aynan o'sha shaxslarga, narsalarga minnatdorchilik bildirish bu noto'g'ri ekanligi, balkida shukr, ham minnatdorchilik barchasi Allohga bo'lishi kerakligi va mana shu metodikani g'arbdan to'g'ridan to'g'ri ko'chirib bizni ommamizga taqdim etilayotganligi bu juda ham katta xato ekanligini ta'kidlab o'tishgan. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday kunlar keladiki, g'ayri din insonlar kaltakesak iniga kirsalar, musulmonlar ham ularning orqasidan ergashadilar degan mazmundagi hadisi sharifni keltirishgan va mana shu g'arbni texnikasini to'g'ridan to'g'ri qabul qilib, uni o'zlashtirib, g'arbga taqlid qilib yozadigan bo'lsak, aynan mana shu hadisga to'g'ri kelib qolish mumkinligi, ya'ni buning ehtimoli borligini ogohlantirib aytilgan.
endi qaranglar, demak shukrona daftari yuritayotganda inkor so'z ishlatmaslik, uni sababini keltirishlik hamda narsa buyum shaxslarga minnatdorchilik yozishlik bu g'arbdan to'g'ridan to'g'ri ko'chirish bo'lar ekan, ya'ni boshqa din vakillariga ergashishlik bo'lib qolar ekan. Endi endi savol, hadis shariflarimizda hikmat mo'minning yo'qotgan narsasi uni qayerdan topsa olaveradi degan mazmundagi hadis bor. Mana shu hadisga ko'ra shukronalik daftarini yuritish, man tadqiqotlarda ko'rdi, shukronalik daftarini yuritish inson hayotida ijobiy o'zgarishlarni, uning ruhiy holatida ijobiy holatlarni olib kelar ekan. Haqiqatda shukronalik daftarini yuritish mo'minning yo'qotgan narsasi bo'lishligi mumkinmi degan savolni o'zimga berdim. Shuncha o'tkazilgan tadqiqotlar shukronalik daftarini yuritish mo'minning yo'qotgan narsasi bo'lmaydimi? Yo'q va hayam. Yo'q degan javobga keladigan bo'lsak, shukronalik daftarini yuritish mo'minning yo'qotgan narsasi emas. Shukurni biz odatimizga aylantirishligimiz, doimiy bardavom shukurda bo'lishligimiz bu bizni yo'qotgan narsamiz bo'lishligi mumkin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shukurga juda ko'p targ'ib qilganlar. Alloh taolo o'zini Qur'on oyatlarida bandalarni shukurga juda ham ko'p targ'ib qilgan. Ya'ni oldingi bizni o'sha ajdodlarimiz barchalari shukurda doim bardavom bo'lishgan. Kitoblarni ko'radigan bo'lsak, hattoki hozirgi zamonaviy kitoblarimiz bo'lgan Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblarini ochadigan bo'lsalaring, birinchi bismillah va olamlar Robbiga hamd bo'lsindan boshlanadi. Ya'ni Alloh taologa hamd bilan boshlangan. Ya'ni bu bizda bor edi, bizda unutilib ketilgan bir qadriyat desak bo'ladi. Ya'ni shukurni biz odatimizdan chiqarib yubordik. Ya'ni shukur daftarini tutish bizni shukrona daftarini tutish bizni yo'qotgan narsamiz emas, balki shukronani, ya'ni shukurni doimiy odatimizga, sunnatga muvofiq qilishligimiz bizni yo'qotgan narsamiz. Endi ha bo'lishligi mumkin. Misol uchun deylik, men bu joyda yomonlik ko'rmayman. Kimdir o'zi yozishni yaxshi ko'radi, kimdir yozganda qalbidan his qilyapti, tafakkur qilyapti, o'zidagi ne'matlarni, ya'ni Alloh bergan ne'matlarni ko'ra olyapti. Va hech qanaqa natija bog'lamasdan shunchaki bu narsani o'zini odatiga aylantirmoqchi, ya'ni shukur keltirishlikni doimiy hayotiga kirgizmoqchi. O'zini yozishni yaxshi ko'rganidan bu amalni yozib yuradi. Ya'ni yozayotganda tafakkur qilyapti, bu narsa qalbidan chiqyapti. Hech qanaqa bu g'arbni bergan metodikasi asosida emas, ya'ni emasni qo'shmaslik, sababni qo'shishlik yoki bo'lmasam narsa buyumlarga minnatdorchilik bildirishlik kabi emas, balki u o'zidan, qalbidan chiqarib shunchaki yozyapti va tafakkur qilyapti. O'zi yaxshi ko'radi yozishlikni. Mana shu holatda men yomonlik ko'rmayman. Bunaqa holatda menimcha yozsa bo'lsa kerak. Chunki o'qiganimda bu masala yuzasidan savollar, zikr ahlidan so'rang hay'atining javoblarini, Muslimat.uzda chiqqan maqolani ko'radigan bo'lsak, bu maqolalarda, bu javoblarda shukrona daftarini yozish mutlaq joiz emas yoki mutlaq joiz degan javobni topmadim. Ya'ni bu joyda qanaqadir bir nozik chegara bo'lishligi kerak. Shukrona daftarini yuritish bu mo'minning yo'qotgan narsasi emas. Shukurni odatiga aylantirish mo'minning yo'qotgan narsasi, lekin kimdir yozishni yaxshi ko'radi va o'zi qalbidan chiqib tafakkur bilan yozyapti va hech qanaqa natija bog'lamayapti. Hech qanaqa men hozir yozdim bo'ldi, endi meni ne'matim ko'payib ketadi demayapti. Shunchaki qalbidan chiqyapti, yozyapti. Bu narsani shukronani hayotini o'sha odatiga, hayotiy kundalik ehtiyoj sifatida, ya'ni odatiga aylantirmoqchi. Mana shu joyda men hech qanaqa muammo ko'rmayman, lekin muammo g'arbga to'g'ridan to'g'ri taqlid qilish bo'ladigan bo'lsa, ularni metodikasini to'g'ridan to'g'ri o'zlashtiradigan bo'lsa va oqibatda natijani kutib o'tiradigan bo'lsa, mana shu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Nimaga? Bizda aksar shukrona daftarini yuritayotgan opa-singillarimizda men hozir mana shuncha shukur yozdim, men 10 kun yozaman, 30 kun yozaman yoki 1 yil yozaman.
mani hayotimda mana shunaqa o'zgarishlar bo'larmikan? Ya'ni bu orqasidan qanaqadir bir natijani kutishlik. Ya'ni bunaqangi munosabat oldi berdi, man qilib qo'ydim, endi sen menga berasan degandagi munosabat bu banda bilan bandani o'rtasida bo'ladigan munosabat. Bu haqida xislatli hikmatlar, ya'ni shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Ibn Ataulloh Sakandariyning Hikmatlar asariga sharhlarida ko'rishligimiz mumkin. Birinchi hikmat bu amallarga tayanmaslik deb ataladi. Mana shu joyda nozik bir nuqtani keltirib o'tganlar shayximiz, ya'ni inson amal qilgandan keyin amaliga menga endi mana shunaqa narsa bo'lishlik kerak deb javob kutmasligi kerak. Ya'ni bunaqangi munosabat, oldi berdi munosabat bu banda bilan banda o'rtasida bo'ladi. Alloh biron narsani beradigan bo'lsa, bu uning fazlidan, agar bermaydigan bo'lsa, bu uning hikmatidan. Ya'ni bunaqangi munosabat banda bilan banda o'rtasida, Alloh bilan emas. Ya'ni bizdagi shukrona yozayotgan aksar ayollarimiz bunga, ya'ni shukronaga tayanib qolib, hozir endi natijasi menda mana shunaqa narsa bo'ladi, mana shunaqa narsa berishlik kerak degan kutuvi bo'ladi. Bu narsa esa ustida aytganda razichrovaniyega olib keladi. Mana shu narsa menimcha xato. Islomda shukr 3 ga bo'linar ekan. Buni o'sha maqolada Muslimat o'z maqolasida ham ko'rishligimiz mumkin, yoki bo'lmasam o'zlaringizdan ham Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ruhiy tarbiya kitoblarini ochib ko'radigan bo'lsalaring, yoki aynan mana hozir aytib o'tganim Xislatli hikmatlar kitobining 2-juzida ham shukurga ta'rif berilgan. Ya'ni shukur 3 xil bo'lar ekan. Birinchisi qalb shukri, til shukri va amallar. Ba'zi manbalarda a'zolar shukri ham deyilgan ekan. Ya'ni 3 ga bo'linar ekan. Til shukri bu til bilan zikr qilishligimiz, alhamdulillah deyishligimiz, yoki bo'lmasam o'zimizni tilimiz bilan Allohim menga mana shuncha ne'matni beribsan, ko'z beribsan, sog'lomman, ko'zlarim ko'radi, ko'rganim uchun shukr, ko'rdirganing uchun shukr. Va qalb shukri esa qalbdan his qilib, ana shu Alloh taolo bergan ne'matlarini tafakkur qilib, ta'ammul qilganimizda bu qalb shukri bo'lar ekan. A'zolar yoki amallar shukri esa ana shu bergan ne'matini Alloh roziligi yo'lida sarflashligimiz ham bu amallar shukri, a'zolar shukriga kirar ekan. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham shunday bir hadislar bor ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biror bir xushxabar yetadigan bo'lsa, Rasululloh darhol shukr sajdasini qilar ekanlar. Mana shu ham 3-turdagi shukurga kiradi. Demak, shukrona daftar yozsamgina bo'ladi, yozsamgina mani shukrim shukur bo'ladi deyishlik bu xato tushuncha ekan. Bu mani o'sha tadqiqotdan kelib chiqqan xulosalarim. Psixoterapiyada shukrona daftarini yuritishlikka psixoterapevt vazifa qilib berar ekan. Qaysi hollarda agar insonda depressiya, tushkunlik holatlari bo'lsa, ya'ni bu KBT terapiya, ya'ni kognitiv behavioral terapiyada ishlatiladi. Depressiya va tushkunlik holatlarida stress va xavotirni kamaytirishda, o'ziga past baho berayotganda, uyqu buzilishi, baxt va mamnunlik hissi darajasi tushib ketganda shukronalik daftarini yuritishlik vazifasi qilib berilar ekan. Lekin islomiy nuqtai nazardan esa o'sha Malik Badriy tavsiyalari bo'yicha ta'ammul, tafakkur, zikr mashqlari beriladi. Shukrona bo'yicha menimcha tushundilar. Shukrona bo'yicha fikrlarimni yetkazib bera oldim degan umiddaman. Endi bir qarashda juda ham beozor bo'lib ko'ringan texnika haqida gaplashamiz. Allohga oson texnikasi mana shu yaqin 2-3 yil orasida ommalashdi nazarimda, yoki bo'lmasam 1-2 yil bo'lib qoldimi ommalashganiga. Ya'ni Alloh taoloning ismi yozilar ekan va uni yoniga o'sha insonning maqsadlari yozilar ekan. Misol uchun men uy olishni xohlayman. Ar-Razzoq ismi yoziladi, yoniga men uy olishni xohlayman, uyli bo'lishni xohlayman va bu Allohga oson deb yoziladi. Bu narsa qayerdan kelib chiqdi? Ya'ni bu na Qur'onda, na sunnatda berilgan. Bu narsani yo odamlar taxminim, yo odam o'zi o'ylab topib shu narsani joriy qildi, yoki bo'lmasam buni o'zini ildizi bor. Ya'ni buni ildizi qayerga boradi degan savol beradigan bo'lsak, bu menimcha manifestation, ya'ni xohishlarni koinotga yuborish g'oyasidan kelib chiqqan. Bu texnikaga ko'ra inson o'z istaklarini tasavvur qilib, uni koinotga yuboradi, ya'ni ishonch, niyat va energiya orqali voqelikni o'zi yaratadi degan tushuncha. The Secret muallifi avstraliyalik yozuvchi, bilasizlar, Rhonda Byrne 2006-yili o'zini o'sha
tortish qonuni g'oyasini targ'ib qildi. The Secret kinosida, kitobida, ya'ni tortish qonuni. Sen nimani ko'proq o'ylasang, koinot senga o'shani yaratadi degan g'oya. Bu g'oya yangi asr, ya'ni New Age falsafasining mahsuli, o'ziga xos din desa ham bo'ladi, chunki bunda turli dinlardan unsurlar olingan, ya'ni New Age falsafasi. Qadamlarni aytadigan bo'lsam, aniq orzu bo'lishi kerak, aniq maqsad deymiz, tasavvur qilinadi, his qilinadi, minnatdorlik bildiriladi. Xuddiki hali bo'lmagan narsaga minnatdorlik bilan qabul qildim deyiladi va ishonch bilan kutiladi. Ya'ni mana shu 5 ta qoida asosiga quriladi. Bu texnika mana shu The Secret muallifi Ronda Bayronning g'oyasidan kelib chiqib, ya'ni koinotdan kutish, koinotga yuborish va bizdagilar bu narsani Allohga o'zgartirib, Allohga oson deb turib, mana shunaqa yozish, ya'ni o'zingiz orzu maqsadlaringizni yozasiz, yoniga kerak bo'lsa minnatdorlik bilan qabul qildim deb ham yozadi. Faqatgina biznikidan farqi, ya'ni ularda biznikidan farqi Alloh taoloning 99 ta ismiga yozilyapti. Alloh taolo Arof surasi 180-oyatda Allohning go'zal ismlari bordir. Bas unga o'sha ismlar bilan duo qiling deyilgan. Ya'ni Alloh taolo yozing demayapti. O'sha ismlari bilan duo qiling. Duo bilan yozishda biroz farq bor. Ya'ni duo qanday qilinadi? Avvalgi mavzularimizda o'tdik. Bu haqda shayximiz ham ko'p ma'ruzalari bor. Ya'ni o'zimiz O'zbekistondagi ilm ahllarini ma'ruzalarini ko'radigan bo'lsalaring, to'liqroq ma'lumot ham olasizlar. Ya'ni duo qanaqa qilinishligi. Bu texnikaning xavfli jihati Allohning ismlaridan faqat dunyoviy tilaklar uchun foydalanish. Ya'ni moddaparast qilib qo'yishlik. E'tibor qilayotgan bo'lsalaring, mana shu joyga qo'shimcha qilaman. Shukronalik daftarini yozishda ham, Allohga oson texnikasini yozishda ham qanaqa texnika bilan boshqa bo'ladimi? Bizdagi maqsad mana shu dunyodagi biror bir moddiy narsamizni tezroq amalga oshishligi, tezroq bo'lishligi, ya'ni duoning ijobati tezroq bo'lishligini harakatidamiz. Ya'ni nima qilsam mani duoim tezroq ijobat bo'ladi? Nima qilsam, qanaqa texnika qilsam men tezroq istaganimga yetishaman, niyatimga yetishaman degan maqsad. Ya'ni biz aslida o'zimizni bizga berilgan vazifalarni unutib qo'yamizda. Ya'ni bizni ustimizdagi vazifalar, ya'ni biz o'zimizga yarasha Alloh taolo belgilab qo'ygan bizning vazifalarimiz bor. Mana shu vazifalarni Alloh belgilaganidek qilishlik, Alloh buyurganidek hayot kechirishlikni unutib qo'yamizda. Asosiy vazifalarimiz chetda qoladi-da. Mana shu tezroq nima qilsam tezroq men maqsadimga erishaman, tezroq men boyib ketaman, tezroq pulim ko'payib ketadi degan harakat bilan yashashlik. Men tahajjud haqidagi videoni yuklaganimda o'shanda 186-oyatni aytgandim, ya'ni Baqara surasidan kelgan. Agar bandalarim sendan meni so'rasa, men ularga yaqinman, duo qilguvchiga duosini ijobat qilaman. Ular ham menga ijobat qilsinlar, shoyatki to'g'ri yo'lni topsalar degan oyatning davomi mana shunday. Ya'ni ular ham menga ijobat qilsinlarni tafsirda ko'radigan bo'lsak, meni buyurgan buyrug'imni qilsinlar, men buyurgan vazifalarni bajarsinlarda tafsirlarda kelgan ekan. Demak, nima qilishligimiz kerak duoyimiz ijobat bo'lishligi uchun? Duoyimiz ijobat bo'lishligi uchun har xil qanaqadir texnikalarning orqasidan yurishligimiz kerak emas, Alloh buyurganidek yashashligimiz kerak. Alloh bizga buyurganidek, bizga farz qilganidek hayot kechirishligimiz kerak. Ana shunda bizning duolarimiz, samimiyat bilan qilgan duolarimiz ijobat bo'ladi. Demak, bu xavfli jihatning birinchi tarafi, ya'ni moddaparastga aylantirib qo'yayotganligi. Ikkinchisi, bu uslubda duo reja yozish darajasiga tushirib qo'yiladi. Ya'ni duo bu ibodat. Ya'ni duo bu ibodatning yana bir turi yoki bo'lmasam ibodatning mag'zi deyiladi. Bu joyda esa rejaga aylanib qolayotganligi va uchinchisi dinni psixologik texnikaga aylanib qolishlik xavfi. Ya'ni dindan mana shunaqa
o'zi din ko'rsatmagan bu narsani, yoki bo'lmasam bu usullar qaysidir o'sha ulamolarni tajribasidan o'tgan narsa emas. Psixologlar o'zlari mana shunaqa qilib yozib targ'ib qilishyapti. Bu judayam xato. Allohning ismlarini samimiy ibodat va duo uchun ishlatish to'g'ri. Samimiy ibodat va duo uchun. Lekin ularni maqsadlar ro'yxatiga aylantirish bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Demak, Allohga oson texnikasini foydalanishdan ehtiyot bo'lishligingizni so'rab qolaman, chunki bu texnikani asl ildizi bizni dinimizda yo'q, balkida o'sha g'arb texnikasiga, koinotga xabar yuborish yoki New Age falsafasiga borib taqaladi. New Age din emas deyishadi, falsafa deyishadi, lekin kim nimaga ishonsa u o'sha uning uchun din. Ehtiyot bo'ladigan joyimiz mana shular. Eng to'g'risi nima? Eng to'g'risi Alloh buyurganidek hayot tarzini kechirishligimiz, samimiyat bilan duo qilishligimiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlaridek ibodat qilishligimiz, o'sha hojat namozlari bor, tahajjud namozlari bor, Alloh ko'rsatganidek so'rashligimiz bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Qanaqadir psixologik texnikalardan yechim izlamang. Yechim oddiy. Yechim judayam oddiy. Yechim bizni asl qadriyatlarimizda. Bugun sizlar bilan mana shu fikrlarni bo'lishmoqchi edim. Bu meni shaxsiy tadqiqotim ustiga qurilgan fikrlarim. O'ylaymanki, sizlarga ham yetib bordi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Inshaalloh sizlar bilan yana yaxshi mavzularda gaplashamiz degan umiddaman. Esingizdan chiqarmanglar. Bu meni eng qiynalib olgan videolarimdan bittasi bo'ldi. Sog' bo'linglar. Xayr.